Assalomu alaykum qadrli kitobxon. Bugun biz sizga Alisher Navoiyning hayoti va ijodi haqida ma'lumot beramiz. Alisher Navoiy ulug' o'zbek va boshqa turkiy xalqlarning shoiri, mutafakkiri va davlat arbobi bo'lgan. G'arbda Chig'atoy adabiyotining buyuk vakili deb qaraladi. Sharqda esa nizomi millati va din, ya'ni din va millatning nizomi unvoni bilan ulug'lanadi. Ali Yazi nazariga tushgan, Mavlono Lutfiy yosh shoir iste'dodiga yuqori baho bergan, Kamol Turbatiy e'tirofini qozongan, Said Hasan Ardashir, Pahlavon Muhammad kabi ustozlardan ta'lim olgan, Abdurahmon Jomiy bilan ijodiy hamkorlikda bo'lgan. Navoiy 1469-yilgacha Temuriylar orasidagi ichki nizolar sababli Hirotdan yiroqroqda yashagan. Husayn Bayqaro Xuroson taxtiga o'tirgach, Navoiy hayoti va ijodida yangi bosqich boshlanadi. Muhrdorlik mansabiga, so'ngra vazirlik, keyinchalik esa Astrobod hokimligiga tayinlanadi. 1480-1500-yillar mobaynida o'z mablag'lari hisobidan bir necha madrasa, 40 ta rabot, 10 ta masjid, 10 ta xonaqoh, 9 ta hammom, 9 ta ko'prik, 20 ta hovuz qurdiradi. Husayn Bayqaro Alisher Navoiyga Muqarrabi Hazrati Sultoni, ya'ni sulton hazratlarining eng yaqin kishisi degan unvonni beradi. Unga ko'ra Navoiy davlatning barcha ishlariga aralasha olardi. Alisher Navoiy tarjimai holi o'z davrida Xondamir, Vosifiy, Husayn Bayqaro, Bobur kabi tarixchi va davlat arboblarining asarlarida aks etgan. Alisher Navoiy ijodining yuksak cho'qqisi Xamsa asaridir. Shoir birinchilardan bo'lib turkiy tilda to'liq xamsa yaratdi va turkiy tilda shunday ko'lamdor asar yozish mumkinligini isbotlab berdi. Ushbu to'plamni Nizomiy Ganjaviyning Panch Ganj, ya'ni 5 xazina asariga havas sifatida yozilganligini o'quvchilarga anglatmoq maqsadida Xamsaning kirish qismida emas oson bu maydon ichra turmoq, Nizomiy panjasig'a panja urmoq deya ta'kid etadi. Navoiy 2 taxallus ostida ijod qilgan. U Navoiy taxallusi ostida turkiy tilda ijod qilgan bo'lsa, forsiy tildagi ijodi foniy taxallusi bilan tanilgan. Alisher Navoiy ijodkor ziyolilar oilasida tug'ilgan. Uning bobosi Abu Said shoir bo'lgan. Ikkinchi bobosi Muhammad Ali esa musiqachi va xattot sifatida tanilgan. Alisher Navoiy turkiy tilni forsiy tili bilan birga ijodga olib kirgan. Unga qadar hech kim turkiy tilda ijod qilmagan. Qadrli kitobxon, so'zimiz so'ngida shuni eslatib o'tmoqchimizki, Alisher Navoiy ijodi shu qadar tarbiyaviy ahamiyatga egaki, siz azizlarga ham o'qishingizni tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.